Bu shirinlikni bir marta tayyorlab ko'rsanglar, qayta tayyorlab ko'rishinglar aniq. Aynan shu porsiyadan 18 kusok chiqadi. Bismillah deb margaritalarni ko'pirtirib, shakar solib ko'pirtirish davom ettiriladi. Tuxumlarni bitta-bittadan solib yana ko'pirtiramiz. Massamizni teng ikkiga bo'lib, bir bo'lagiga kakaoli quruq massalarni, ikkinchisiga unli quruq massalarni solib aralashtirib olamiz. Kalka solingan listga yarimiga qora xamirimizni, yarimiga oq xamirimizni qo'yib, qizigan duxovkada pishirib, sovutib olamiz va videoda ko'rsatilgan tartibda oqni ham, qorasini ham teng ikkiga bo'lib olamiz. Ko'rshlarimizni uyimizda bor murabbo bilan oq qora qilib yopishtirib 3 bo'lakga bo'lamiz. Bo'laklarimizni yonmacha yotqizib, shaxmat usulida terib olamiz va har birini orasiga murabbo surib yopishtirib olasizlar. Qotirib olish uchun muzlatgichga yuborsizlar. 2 soatdan so'ng eng ustiga ham murabbo surib, xohishga ko'ra bezatishingiz mumkin. Men o'zidan chiqqan urvoqlar bilan bezatib oldim. Sizlar bilan xosiyat shans bo'ldi. Yoqqanida duo qilishni unutmanglar.